Assalomu alaykum do'stlar. Qo'qon Stenka bozoridan ko'rishingiz mumkin. Buni qancha dedingiz? 17 dedingizmi yo 19 minglik ekan. 19 ming so'mdan. Bularimiz, keyin bularimiz va 15 ming. 15 ming so'mdan. 17 ming so'mdan bulari bari 25 miydi? Metdan bari hammasi 25. 25 ming so'mdan rasvetkalar bor. Nomerigacha qo'yib ketaman. Telegramdan tashlab beradi. Bemalol tanlab olsalar bular. Albatta 20-30 xil narsasi bor. 11 ming so'mdan, naborlar 16 ming so'mdan, 30 ming so'm. Uni qancha edi? U ham 25 edi. Bular 25 ming so'mdan ekan. O'ta ko'p narsasi. Bemalol telefon qilsalar, detskiy sotuvchilar bo'lsa, kamida 10 ta bo'lsa, 10 ta yo 5 tadan bo'lsa ham 10 xil narsasi bor. Bemalol olsalar bular. Nomeringiz nechida aka? 33li 709 20 shu nomerga telefon qilsalar chiqarib beraver. Mana brendda. Bu qancha dedik? 17 ming so'mdan ekan. Qo'qon Stenka bozori kechki holati do'stlar. Mana masjid ro'parasida bemalol kelaverasizlar. Tol bor uni. Mashina sotadi ekan. Birinchi qo'l o'zlari chiqaradi. Bemalol telefon qilaverasizlar. Akasi boshqa kerak bo'lsa Telegramga o'zlaring tashlab beraman. Kelaverasizlar. Endi olmoqchi bo'lsalaring telefon qilinglar. Dona endi kesalaring berishi mumkin. Lekin telefon qilib bezovta qilmaymiz.